Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? O'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Bu onasini yapsan, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. O'yin yosh kattami sandan o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da dada, nima qilish? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ira Maksim Gorkiy-ku. Hop, что говорит он? So'kin men rus Ya tilida jizyachara, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vilat o'rtasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vilat, nima o'rayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vilat rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Ey, Vilat! Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi Brend bozorga olib keldim. Motosiklet. Nima edi ismi? Vilat. Vilatni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgani olib keldi. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Deremot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela. Dada deyapti qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yoqda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Deremot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yoqda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat Brend bozorida ko'rasan. Borga qol kiyinib chiq. Idi sюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yak. Xotining keldi. Vilat o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yiqil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo, uni. Doshinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи.